Prezidentimizning qarorlari bilan 5-sinfdan musiqa yo'nalishini, folklor, teatr, tasviriy san'at yo'nalishini 9-sinfdan qabul qiladigan bo'ldik. Undan tashqari 9-sinfni tamomlagan o'quvchilarimiz barcha yo'nalishlar bo'yicha bizning maktabimizda o'qish imkoniyatlarına ega bo'ldi. Haqiqatdan ham oldinlari qisqa muddatda o'quvchilarimizni o'qitish, yaxshi mutaxassis qilish pedagoglarimiz uchun bir qancha murakkabliklar, qiyinchiliklar tug'dirgan bo'lsa, hozir endi 5-sinfdan qabul qilgan o'quvchimiz 7 yil mobaynida bizlarda ta'lim olib, soha bo'yicha yuksak marralarni egallab, yetuk mutaxassis bo'lib chiqadi degan umiddamiz. Barcha ota-onalardan, barcha san'at ixlosmandlaridan o'zingizni, farzandlaringizni iqtidorlarini yuksaltirish maqsadida bizning maktabimizga o'qishga taklif qilib qolamiz. Davlatimiz tomonidan o'quvchilarimiz uchun bepul yotoqxona hamda issiq ovqat bilan ta'minlanadi.